Ondan bugünkü programımızda bizge qandaq bir mahir aziz mehmon bo'lib keldi. Birlikda başta ekran orqali ko'rib baqaylik. Qani, marhamat. Ekrandagi qadrli ko'rmalar, ko'rayotganlar Jakar madaniyat tarqib chekish shirkati ishlagan Xinjiang Changzhou guruhi xos nomini olgan Güzel hayot programmasi. Men maydon sirtidagi riyosatchi do'stlar Almira Farhat. Programmamizga hozirgacha yana nurg'unlagan do'stlarimiz to'xtamasdan tizimlayotdi. Albatta, program guruhimizdagi xizmatchi xodimlar eng muvofiq deb qaragan 300 nafar mahirni tanlab olib qoldi. Güzel hayat programımızdan xas namını alğan Changzhou guruhininki baş lideri Mehmet Tursun efendim her bir songa qatnaşmoqchi bo'lgan mahirni o'z qo'li bilan tanlab beryapti. Demak, mana bu o'xshash qatma-qat tanlashlardan o'tib tanlanayotgan bu mahirlarimiz albatta mana mushaga kelib qishimda bu chekni, ya'ni mushu topni tanlash orqali o'zining o'tmoqchi bo'lgan vazifalarini tanlaydi. Tanlab bo'lgandan keyin voz kechishga va yoki uni o'zgartirishga yoki qaytadan tanlashga qat'iy bo'lmaydi. Shuningga bizning programmamizga qatnaşmoqchi bo'lgan barliq mahirlarninki to'liq tayyorliklar bilan, puxta tayyorliklar bilan, to'liq ishonchlar bilan qatnashinglarni umid qilamiz. Keyfiyat yaxshi. Aldirash ishlayapsizlar axcham. Bunda bo'lsa, Aldirash keldinglar axcham. Mübarek olsun 55. numaralı mahir tanıntı buna evet. 55. Bu qitimliq mahirimiz Shanxay Yershari yemek içmek soda çeklik şirketinden Alımcan Roz Mehmet'e yeşi 23 yaş kasbi aşpazga. Arzusu nima bo'ldi bu Iroqdan keldigan mahirning. Alımcan Roz Mehmet'e men o'xshashlar Changzhou guruhimiz nomidan Güzel hayot programmasida yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Qana, merhamet. Xo'sh, qadrli ko'rganlarimiz, Güzel hayot programmamizning bu sondagi tanlangan mahirimiz zodi kimdir? Qanina bo'lsa, qizg'in javoblarimiz bilan mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshi. Salom ekran oldidagi barliq ko'rmanlar, nimalarni mushaq xayrlik bo'lsin. Men Qashqar xalqdan Olimjon bu yil 22 yosh. Xo'sh, Olimjon, undaq bo'lsa, sizningki shu Güzel hayot programmamizga orzuyingizni amalga oshirish uchun, orzuyingizni deyish uchun tanlanganligingizni qizg'in tabriklaymiz. Biz imkon xo'sh bo'ldik. Lekin shu orzuyingizni sahnaga chiqib, Shamsiyadan biya ustozlarimizga deyishdan avval mening o'tkalimdan o'tishingiz kerak. Ana shu qiyinchiliklarni men bir qilib beray sizga. Mushliq ishini bir ilashtirib, bir nomerni atpasangiz, anadagi ekran qarab baqasiz, zodi sizga qana vazifa chiqadigandir. Planda 3 2 1 tanlab. O'zingiz tanladingiz mi ekran? Wow, men eng omroqsan chiqibdi 9-numar. Qanday bo'lsa ekran qarab baqaylik, sizga berilgan vazifa zodi nimada? Davozliq simning ustida menga 8 soatning ichida tamomlab bo'lish deydi. Voy, endi 8 soatning ichida davozliq demoqmaydimi? Arzudan voz kechaylikmi? Vaz ketmeyli. Aşağı berip davazı qilgan o'zim tepsim, shu yoki o'zim baram demay, qashqarga bir yetaklab olib sizlar. Bizning programmamiz bilan hamkorlashgan E'tibor to'r shartisi bor. Ashlardan siz yordam talab qilsangiz, ashlar sizga o'rinlashtirib berdi. Biz aloqalashimiz shu yerga boramiz. Xo'sh, Alimjon, undaq bo'lsa E'tibor to'r shartisining adresini topasiz, siz ashyaga berib bir yordam so'rang. Anadagi aloqalashgandan keyin o'rnini topasangiz, biz shu yerga berib sizni saqlab turaylik. Ma'qulmi? Ma'qul, Alimjon. Xo'sh. Voy, qasonli kep bosladi. O'sha sho'xshmamda bosh direktor bilan ko'rishmoqchi edim. Oldin besh qo'ygan. Ha, oldin ko'rishib qo'ygan. Yaxshimisiz bosh direktor? Yaxshi o'tgan. Kelay. Yaxshimisiz. Programma grupimiz mahirlarga yordam qilmaymiz degan bilan E'tibor to'g'risida shaharchisi Raul yordam qilibdi jumu. Men bugun shu Güzel hayot programmasining shu yerga tanlanib, davozliq mingish bir o'tgan hamda bir jarayonni chuqur beshimizni o'tkazmasak bo'lmaydi. Seyir ko'makdak yetmishlar yerlarda bor. Men shular bilan bir aloqalash ayfqam. Shular bir masolatdagi bexatarlik aslarlari, shu sharoitdan tayyor bo'ladi. Shu sharoit, shuning asl sizga yetakchilik qiladigan kasbiy ustozlarni nim qilib sizdan kamda mushu o'tgandan bir yaxshi o'tishingizga sharoit yaratib bersin. Qag'iningizning bir yaxshi tayyorlik qilib, anodagi bexatarlikka bak diqqat qilib shu program guruhi men deb beray. Vaqt mayaga borsiz deganni sizga uqtirish qilsin. Ma'qul, rahmat sizga. Bo'ldi, terching. Bo'ldi. Qadrli
Qadrli görmələr görətqanlar Çanca Qoroyu xas namını alğan Güzel Hayat proqramısı. Bu son proqramımızı qədəm təşrif qılıb gələn mayırımız bolsa Alimcan. Bu Alimcan Şanxaydan gələn şu Şanxaydakı yerşəri yemək içmək soda çəkiliş şirkətinin dağlıq aşpaz dostumuz Alimcan bugünkü muşu ötkülüdür. Ütələmdə yox. Məsələn, qaysı ötkəl degəndə berilən ötkəli simnin üstüdə miniş. Simnin üstüdə minişni çoxum 8 saatin içi tamamlab buluşı kerak. Bunu bizninki muşu Şinjan Sənət Yurti Serik Ömükünün artisi Abdullah Malum bilan Musacan Malum bir qo'liq o'tkib qo'ymoqchi. Abdullah'ın asli kunduz ishlab qo'ygansiz. Kunduzda sizlarni bu zalinglarni Allohlik desak sizlar ishlaydi ekansizlar. Amal yo'q shu sizlar kechasi berimiz degashga shu bizning xizmat guruhimizdan shu kechasiga o'rlashtirib qoldik. Kechasi biz bilan javob tortadigan bo'lingiz. Andin sizdan bir qancha savollarni so'raydigan edim. Hozir Olimjon kamida emasmi? Ikkimiz bir tushib turaylik. Bulamda mundaq deb qo'yma, bu to'mirsin shunaqa. Bu hozir egizlik qanchalik? Egizlik 60 santda. 60 santda per metr to'shmagan holatda. Odatda sizlarniki normal holatda egizlik qanday bo'ldi? Eng tövani bo'lsin. Eng mashq qilgandikimi, uyan qo'ygandikimizdagi. Mashq deyilmaydi. Mashqlikning masalan 4-5 metr bo'ldi, 6 metrliqimi bor. Eng tövani. 3 metrliqimi bor. Lekin bunda 60 santlik yo'q. 60 santlik yo'q. Endi uni ham o'rganganda qilamiz buni odatda. Kunda sizga vaqtimizda. Unda bo'lsa, shu sizning hozir bugun bizning programmamiz uchun qilib qo'yganingizni yoki aslida bormi? Yo'q, bu aslaniki xizmat telefonlar uchun bunda qildik. Biz odatda bunda yog'och narsalarni ishlatmaymiz. Bam temirdan bo'ladi, jazdan temirdan bo'ladi. Olimjon. Nima kelgan oboyman yo'lda chiqib yo'lda ezib qolmaganda balki yo'rimchigan kelgan. Olimjon yaxshimi? Nima keldingiz? Biz hozir sizni saqlayotgan tur. Mana keldim men qo'yam emasmi? Mana keldim. Ma'qul qilib sizni saqlayapmiz. Xonalongiz yaxshimi? Musajan ustoz. Bugun sizga mushu simni ustida meni o'gitdi. Biz ataganki deyishgan gaplarimiz bo'yicha cho'qim 8 soat ichida tamomlab bo'lishingiz kerak. Mana sizniki. O'tmoqchi bo'lgan bir qabtingiz simni ustida. Ovozingiz anglamadim. Tasvoya. Yo'q, siz sizni mana ustida mangdirayli degan. Bulamda ikkisidan birisini tanlasangiz bilaverdim. Egizni tanlamsiz pakasinimi? Hozir qo'qvatini rasga qilsam. Ilgari nurg'ini televizorlarda ko'rgandim, lekin hozir amaliyot ko'rib Laq mashg'ulotlarni nima ko'rsataymikan? Bo'ldi-ken. Aybatga nima? Aybatlik lekin. Ha. Necha xil kasb qilaman. So'mkalarimizni tatib mishtal ko'tagan biz keldingizdan siz. Antu tayyorliqdan qildim endi. Tayyorliqdan qilib. Unda bo'lsa Abdulla Malik mush o'zi kiyim bilan menga Yo'q, bu kiyimlarni ma'nosi 4 soat mashq qilib 4 soat o'tkazish mumkin bo'lmaydi. Oyoqdan turib qolmaydi unda. Uni yangichadan texmi unda mumkin emas. Onun cho'qim tek oyoq bo'lish kerak. Bor bizda. Ashi kirib kiyim almashtirgan, uy kirib kiyim almashtirib chiqsin, birga kirsin. Ma'qul bo'ldi. Mananda eli 1 minut tursa qara. Sol butonda. Tanishaplıço. Endi muhabbatdan kelamiz. Mana 1 minut turamiz, ha. Shunda olama. Ma'qul. Endi ketib qolsa tizonni egib olsam bo'ldi. Masalan, muhabbatdan ketib qolsa, bunda tanishib olsam bo'ldi mana dekchi masalanga. Bunda tanishsam bo'lardi. Tushundingmi? Bo'ldi, ma'qul. Musa bek tutib olma qo'lni. Boshlayman-ku. Sol tutun başla. Beshik apparatni o'rnatib qo'yibdi-da. Qo'lini yo'q esa tuta, bek tutib olma. Necha yillardan beri shu oshpazlik sohasida nurg'un medallarni elib, nurg'un mukofotlarni elib, natija qozongan Olimjonga nisbatan simning ustida menish haqiqatan bek qiyin to'xtatib. Unaqa 8 soatning ichida musha mingib tugasalam Shamsiyada bilan ko'rishib o'zini orzusini tiyalaydi. Unaqa bu nuqta qiziqsanglar davomli ehtimol etamiz bo'lsin. O'tirmasam bo'ladimi? Oy. Bir minut to'shda ana. 1 minut. Tumayni tushishdi-da. Yo'q, qarsam olmush chiqib qotdi. So'raganda 1 minut. Ha, yaxshi. Oyras men yaxshi demaydim. Qayt kelaya qayta. Mana yerlarni bir silkib. Ya sol butonda.
Bedenin küte beden oturamma. Oturamma. Beden aldık be, mandala kaldım. Beden aldık be. Beden aldık be. Olmadı. Qaytib kelayman. Bo'lmaydi qilig'i chiqdi. Bo'ldi, aytasan. Birdamdiki. Cho'qim o'rganadimi? Beden aldık vermez. Beden aldık ha. Bedenni oltirib Ha, beden egilazrak aldık bek aldık vermeymiz. Hozir mandala qalasizlar, bir aldıysam manda beryapsizlar. O tüp tuzlab düşen mayan çoğun tutma qarama belni. Düşen çoğun tutmasan şöyle lok şey de olmasa. Bak ko'krakni kentirib Ya ketdimi? belki mayamiz tüp tuz. Da aygir bugur turum. Men Bo'lsa. hozir Oy, ben usulayna da qapını qulağa bak. endi menga ya. Endi menga. Bo'lingay. Mushni turib bo'lganman. İçüde bu. Ha, ichib bo'lgan ekan bu. Qo'yib. Larza. Almiran bilib bo'pti, hozir qo'lni ichib yopishildi. Qadrli ko'rmalar ko'rayotganlar, Changja Guroyi xos nomini olgan Güzel hayot programmasi. Bu son programmamiz hozir davomlashyapti. Ko'rib turganlaridek Olimjon hozir 3 soatga yaqin vaqt ichida davomli mashqini qilyapti. Hem de qilgan harakatingiz oddiy. Ha, to'g'ri. Daliq chiqdi. Yaxshi. Yaxshi. Endi bor. Meydan gidiyor. Voy, ben titrirdingiz. Ha, xayol o'rganlashdi. Rasmi o'zingiz otadan oralab turyapsizmi? Kelgan Qayt keling. Mening atxumama bu yerda. Qayt keling. Ketdi qanday? 6 soat bo'lay dedingmi? Yana sizning 2 soat. Tekli vaqtingiz qoldi. Meydan götürüp düşmalar. Meni chiroyim qalsiz qimbangli deyman Olimjon. Bu asal 1 metr bo'lgan bo'lsa shu menman. Eje pokoda ko'ringan bilan solma qiraversiz, eg'ir kajmansan. Bu yomon men. Mangan chaqili pastda ko'ragan dedi. Mangan sirsam bir qiyiqini chiqib qoldim da. Qatliq usulingiz bordim. Trampdan degan yaxshini o'ynaysiz. Ha, yaxshi, o'ynab menga. Hey, sizlarning kim o'shlar o'ynaytinglar? Simni ustida usullarni ham oldik keyni bir. Mirada ozdimay turma dem. O'ynay olasiz? G'oyajab yaxshilik bir damag'anda siz bir mahorat o'rindab bering, ha? Ha, bizga shu ekronni ko'rmalar, ko'rib boqmaydi. Yaxshi. Ko'pik o'ldirib ketma. Voy! Voy, canım. Yaman qimmat. Siz mushni ola qaldinglarmi mapti? Qanday shu atrasa? Mayli maptim sinning bo'lmagandikin davirsizlar. Qopib tutmadinglar endi. O'shiga berib bo'lgan odam nima qilsiz deyman-da. Almirada meni o'tib ketdim yo'qmi shunga? Voy, o'tib ketdim. Nima? Endi ko'rsatayman, endi turib. Moy. Qo'yib chiqasizlar. Hozir ko'chim ko'rmalarni his qiladigan bo'lishi mumkin. Biz 9 bilan boshlagan, sizga 8 soat vaqt bergan. Eng oxir 1 soat vaqtingiz qoldi. Tong otaymi dedi. Malata xeyli. Qo'pqo'p ishlaydi. Nima ma'lum jafo chekyapsiz, Almirada jafo chekyapsiz. Sen bir qitim oxir qitim. Bu yerda da jafo tortgandim, bu uchimiz yo'q, keyniki bir top odam qarang. Siz uchun men eg'ir apparatlarni ko'tarayotganlar qarang. Eng oxir qitim, cho'qim yaxshi menga. Eng oxir bir qitimga bu da. Yaxshi mangsa. Sizdan ham deb sizda bir qitim yaxshi mengasingiz, 3 kisiz. O'tmay qolsangiz qaytmangiz. Abaqirab qitingizni desib olsangiz bo'lmaydi dedi emasmi ma'lum? Ne desime kadar etkili oldu ya böyle. Stonovçuga da soğanmadım. Bu bijimiz olan mırıldı ha oldu. Abi, David. Hem de usulunu birini oynayıp. Namus. Resmi oyundu bu. Tamam. Bu da 1 minut ya. Yaxshi bana. Yaxshi. Müsaadenle baksan oldu. Bana.
Burun mengip bakkanmı ya mengip bakmaganmı? Mengip bakmaganmı? Üç qetim Yolda mansam o Siz bolsunmuş, men oylagandikide yaxshi mangdan. Şinjan Sanat Jurti Serik Ömükiga köp rahmat etimiz. Bizga juda bir maydonlarni belginiga hozirlab belginiga fursatlarni yaratib belginiga köp rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ahırda şu ustazlarga, operatorlarga, rejissyorlarga, Almira'da bana köp rahmat etime. Japa çektiler rahmat sizlarga. Siz ne diyorsun demse men köp rahmat etkisiz. Rejissyorsun ödemi dedi. Kasmı? Ben buna gittim, iş çatak diyenemdi. Özünüz biliyorsunuz, rahmetlerini ettim. Rahmet etmeniz bu doğru hem de biz hakikaten çok atlattık. Ödemi dedi, rejissör kana kılımız. Ödemi ise kayıt kılalım. Yok, vakit toş diyeyim, kitimiz. Malumlar. Tamamlattı yani 2 saat işleyemiz, 2 saat işleyemiz. Kimler kıtın köp bakamsa ya. Kimler kıtın yani girip. Vaqt bu chiqmaydi ham. Men bag'aymi ya. Sımlar getiremiyorsunuz. Özünüz pek işengen tozasıra öttüm ben çok umuriysi öttü deydi de. Burun işini falan demeden qo'lan bir qism qilib qo'ydingizlar. Qaytı elimi tirishdan, elimi öttün hamda. Qayt kelaychi bo'lmasa endi. Çaq qo'ydim, rejissor sizni öttü deydi. Mübarek olsun. Ben sizi almay hayacanlanıp bir mabala ötkenlikini jakarlay deb ki budak kesim rahmet etip getsem qo'ydum hem de. Qancha ketdingiz? Hoşumam bu 8 saat davatini o'tkazib. Alımcam size bir şey karanlık oturuyorum da güzel hayat sekimizi baramdı. Çıkarsam çıkarsam götürmeyin. Ya da güzel hayat sekimizi verip ben de yakında Abdülhaman'ın müzik konsertini. Çıkanlar basalım az çıkamagam değil mi ya? Oğlum siz de Ya oğlumuzun demişler ya yani basalım. Yani sizlerge köp rahmet. Emse Alımcam biz bu vakitin çıktık. Güzel hayat sekimizge hem de. Sevgilen barlıydı. Berip arzuyunuzu anlayılı. Zaten kanda arzuda olmaya bir anlap bakayım. Makul mu? Oldu rahmet. Selam. Hoş efendiler. Bana siz heyecanlandınızlar. Menden bek heyecanlanğandek görünsüzler bayık çavaklarınlardan. Şahsen ben abalı meni vatıdı. Ahırqıylık, en ahırqı az qalğan vaqtda nefes ilişkimi cüret qılamadım cümü ciddileşip anandikin tan xoşal bolduq da endi. Meni en təsirləngenim ilə hər bir jıqılğan vaqtida ondan dəsturub yana aşağı çıxqınığa, bana mən dəb çıxqınığa bək təsirləndim. Tövəndiki əpəndilərinin çoxum deydiğən gəplər var. Bu jigitnin ki arzusu, nim buluşdan qəti nəzər hazır yeni bir güzel işini tamamladı bu jigit. Öz qıb baxmağan, qilishni o'ylab baxmağan, qılanmaydigan bir ishni, hatta özləməz nurg'unlarimiz qılamaymiz deb o'ylaydigan bir ishni qilishga jur'at qildi sinab beqishga. Efendiler, qani. Ben bu videonu ko'rgandan keyin bu programmaning intan rehimsizligini his qildim birinchidan. Chaqchaqchilarni gulchi, san'atkorlarni vaymaychi, bir umr oshpazlik bilan shug'ullangan odamni da'vat qilyapti hozir. Mehmet Tursun efendim bir gapni bek yaxshi dedi. Rəhimsizkən dediniz-ku. Məsələn, muşu rəhimsizlik arqalıq bizim programımızı biz köpçilikin nemini bildirməkçi degəndə bu güzel hayatta biz özümüz oylamağan yollara kirib kelişimiz mümkün. Özümüz oylamağan xuşallıqqa yoki qiyinchiliklarga duch kelishimiz mümkün. Məsələn, biz onu qubul qilib, özümüzga jang e'lon qilib, yengib davamlıq alğımagamdıq yoki məsəldən özümüzni qaçırıb, məğlub bo'lganimizga tan beramdıq degan gapda. To'g'ri shu shunday bo'lganligin. Ben şunu o'yladim, bizda chiqib qolsak bizga cho'qim emas bir vazifalar kelib qolarmi deganlar o'ylab qoldim-da hozir. Sizga agar shu davozliq chiqqan bo'lsa, siz qanday qildingiz? Menga chiqsa men qilmamdi shu. Shundaymi? O miyada moyillarning irodasini sinayotgan bizmi Uldunbek irodalik kilimizda-mdi? Cho'qim tamomlayman dedingiz, ha? Cho'qim, ha. Qani, e'tibor to'g'ri so'z shahardisi. Bu davazlıq görəş jarayonida o'ylab qoldim. Amaliyotda biz shu har bir arzu yo'lda izlanayotgan har birimiz desam shu davazlıqda mengayotgan bir kishilar ekanmiz. Ya'ni agar simda ma'lumsak biz arzuning yo'lida mengayotgan bo'ldik ekanmiz. Anadaki menga bergan bir ilhomim bo'ldi deganda, hemen biz darvazlıqni ko'rgan vaqtda darvazlarning qo'lida bir uzun bir kaltak bo'ladi, tangshak bo'ladi-da. Shundan keyin o'ng so'l tarafini tangshab turib
Manga vaqtida jo desa, o texmi tampon texmi uzoqcha bora olar ekan. Endi men buni arzu yo'liga qanday bir o'ylab baxdim deganda, biz har birimiz arzu yo'limizda izlanish jarayonida mushu tangchakdan 10 sol tarafini nimga o'xshaydi ekan desa, birsi bizning arzu yo'limizga yetish yo'lida ichimizga patmayotgan bir yavoyi bir g'oya yoki yavoyi bir arzu. Yana bir tarafi nim bo'ldi ekan desa, qo'rqinch. Endi biz mushu arzu yo'lda texmi uzoqqa, texmi tampon qadamlar bilan mangamiz desak, biz shu yavoyi havas yoki yavoyi bir g'oya bilan shu qo'rqinchni tangshashni bilib olishchi desa, bizni texmi uzoqqa mangdira oladi ekan deb o'ylab qoldim. Chiroyli xulosa chiqaryapsiz o'zingizda. Amaliyotda davozliq degan bu anda oddiy bir 8 soat o'ginib ketadigan ish emas. Programmaninki ehtiyoji bilan bolalar, ustozlar past qilib beribdi bizning bayramimizningki bexatarligini ko'z tutib, ondan keyin orliqni yaqin qilib beribdi. Biroq endi bu yerda biz bu yigitningki jasoratiga oprin etish bilan bir vaqtda yana bir ishni samimiylik bilan askartimizki, mushundaq kasbiy o'qituvchilarning yetakchiligi bo'lmagan ahvol ostida, bexatarlik aslihallari to'liq bo'lmagan ahvol ostida yuqorqi ko'rinishni to'rashga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bexatarlik birinchi ilmiy bo'lgan chiniqish, ilmiy bo'lgan o'rganish usullari bor bo'lgan ahvol ostida onundan keyin davomlashtirsak bo'ladi. Ko'pchilik samimiy askartish. Qiyin Nurmamat apandim. Alimjonning davoz manga videosini ko'rgandan keyinmi? Bu Alimjon 8 soat mangalam deganda deb rasli gumonlangan tem. Menga betdi. Men bir qiziqib qoldim. Men bir sharoit bo'lsa, men menib baqsam bo'libdi ekan deb. Ha. Ras qiziqdim. Deb uytek bo'lgan bo'lsam, uchib baqan bo'lsam. Sizlarning arzuyinglarni o'tirib qo'yib, biz kuchimizning yetish amalga oshirib beradigan halqalar keyingi mezgillarda bo'ladi. Shu vaqtda siz arzuyingiz bilan bir davoz men paqay desangiz, biz boyiqqa o'qituvchilarni taklif qilib mashq qildirsak tamoman bo'ladi. Endi bu Alimjon qanda menib o'tib ketdi desangiz, mengavatidi, yiqilavatidi, vash qo'patidi. Har qitim qo'pqanda bir üsp yetilavatidi bu. To'g'ri. Yetarlik üsp yetilayotganlar 8 soat ichida tamomlab ketdi. Bizde fakat birli mesele var. Ne mesele varsa üsp yetilishlangan meselesi var. Ba'zan futuq qazinish yamaldirab ketadi ki. U futuq qazinish muhim emas, üsp yetilish eng muhim nuqta. Yetarlik üsp yetilanmasak futuq qazanmaymiz. Demek Alimjon necha qadar yiqilish orqali üsp yetildi. Demakchi bo'lganim elektriklik ishim shundoq, yoshlarimiz shundoq. To'g'ri. Demek her qadam yiqilamiz, qo'pimiz. Yetarlik yiqilib, yetarlik üsp yetilalganda Alimjonga o'xshab futuq qazanamiz. Simdimi ishq satishdimi? Ashtama. Men kichik vaqtimda laqimim Tux edi. Ashtama? Eli Tuxa deydi. Eli Tuxa degan. Qanday yaxshimisiz? Men tamladim men yuraydim kichik vaqtimda-chi, ne bo'lsa men Eli Tuxa. Unda siz rejissorga menda mundaq ketmali. Bizning programmamizda mabala to'la tasdimangdi. Bizning programmamizda degan her bir gapingiz inovatga ega bo'ldi. Usta dedingiz, biz rejissorimiz sizni mushu programmamizning ma'lum bir sonida cho'qim davosini o'rinlashtirdi. Bu chataq yo'q, men mush balichchilar var, aq ko'ylak yo'lar. Yenik deslab men tik. Qancha metrni ma'nolaysiz? Uzunlik qancha metr bo'lsin? Menga aylanib yursam bo'ladimi asosiyatdan tushmay. Egizligicha. Egizlikni ham sal pastroq qilamiz-da. Abay qilaylikmi? Abay qilay bo'lsa bo'ldi. Orada rejissorlik inson tutib meni bir urlashtiringlar, men bir shu qanday mangdig'inimni, qanday yeniga chivindek qunalaydig'inimni men shamsiyaga bir ko'rsatib qo'yay. Bakar Eli Tuxa demaydi, shu haqlar. Qachondir qastamni jug'urib yuribdim. Ma'qul, men bildik. Programda qizida. Men qarasam bizniki korxonchi ustozlar, endiki bizni yetakchi muallimlarmi selishtirib bo'pti-chi. Hozir bir şey o'tirib, "Amanda men Bog'dogiroyniki lideri deydi. Muallim siz menga olamsiz" debchi. Men ishda degandim. Men jo'zni ustida o'nlab mengamanmikin debchi. Aqda qarasam korxonchi ustozlarimiz davatida men xatarlik bir harakatlarni sinab beqish irodasi o'g'illarda kuch kerak bo'ldi o'xshaydi. Korxonchilarning hammasi mushu bir harakatni qilib boqis kelyapti hozirchi. Sizningmi
Ya demem siz ne qilmay bo'ldingda. Chiqib aniki simdi mengishni rad qilgan bo'lsam, men o'zini ustida bir ming paqayimkin deb o'ylab qoldim-chi. Siz undaqsi modellikda tarbiyalansangiz o'g'day. Pisaknisida. Chash, biz ayollar chini qo'yib oladigan emas kelishdi. Bo'ladi. Men Ali Malim deb o'z kulib deliq qoldi. Ali Malim bilan biz bir qaror o'qigan. Ali Malimniki bir gapi bo'tdi-chi. Men balaga mangan ders o'tgan chog'da bu deydi doimchi yiqilishdan qo'rqmanglar yiqilsanglar eng oxir qitim tursanglar yiqilgan vaqtinglardan Ali Malim ders o'tgan bolalarga ashta deydi biz ingliz tili o'rganimizda bir jafoliqlar o'rganishlarni boshdan kechirgan bolalar hammasiga ashta tarbiya qildi bu yiqilgan chog'da tur yiqilgan chog'da tur eng oxir sanab baqsang yiqilgan vaqtingdan turgan vaqting ko'p bo'ldi debchi Alimja inimizdinki bugungi ma bu ro'yidan ta'sirlandim ondan demiş qarasak simdi mangdi u bola ikki o'qituvchining yetakchiligida mangdi. Bundan keyin biz uni o'qituvchi yetakchiligi yo'q yada bundan qiyin yaradi mingishimiz mumkin. Shunga biz har qanday ish qilgan chaqda tavakkülchilik bilan o'zimizning kayfiyatini durust tutgan asosda maqsad har qanday ishda g'alaba qozonmaymiz deb o'yladim. Ondan sonra biz alkışlarımız bilan elimizin sahnemizga taklif qilib olaylik. Qani, marhamat. Bizning bir mahfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda. Bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'udek va arzugudek bo'lish uchun gayning kaliyiligi kollagenlik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladi. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harakati chaqqan bo'lsin. Har doim yenidan ayirmasin. Bu mahfiyatli gayning kaliyiligi kollagenlik peptid. Gayni eng yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson ham qulaylik, hammaga bop. Beysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz beysuy bilan ruhlatsin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin. Chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan beysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam beysuy muskul peptid. Barliq Talla Bazar ichiyotganlar xush xabar. E'tibor to'r shaharchimiz har qaysi noya shahar o'ltiraq rayoni oldi va yizkentlarda Talla Bazar ichiyotgan har bir dukkan xo'jayiniga 20 ming yuanlik mahsulotni butunlay haqsiz sovg'at qiladi. Fursat g'animat, sizdan aloqalashing. Natija qozonish pek muhim, ammo kayfiyat undan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning kaliyiligi kollagenlik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga agashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim gayning bilan boshlandi. Gayning kaliyiligi kollagenlik peptidi. Agar siz tirishchan kelishgan o'g'ildo'st yoki go'zal qizdo'st izlamoqchi bo'lsangiz, Jup To'ri sizning baxt izlash safaringizdagi yaxshi yordamchi bo'la oladi. Hozir kirsangiz yana 520 yuanlik qizil bo'laqa erishish fursatingiz bor. Organ salon izlash nomi Jup. Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz. Sap oshliq va organik mahsulotlarning javhirini o'zimizning irodamiz bilan yug'urgan gayning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi yuqori fan texnika bilan shikir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida borliq kelgan hamda Changjo guruhidagilarning yuksak tirishchanligi asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchisiga erishgicha bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Gayning u tush emas. Sağlamlıqqa intilgüçilərə qılğan ən yaxşı sovğamızdır. Gayning kalıcılığı kollagenlik peptidi. Güzel hayat. Hoş geldiniz, qarşı alınız. Bal Türkiye'nin sizcimuz. Bu ömrünüzde davaz meni işte oylap bakmagan bu oydunuz kam. Yo'q, qanday bir televizorlarda ko'sak modatda xil cho'chib ko'rmayman. Uyga simada sim bo'lgandan keyin odam bir tuz yo'lni mengishmamda bir qadar tuzlab mengishim tasdiq qo'yamda. Bu da işte minut ketdi. O'zingiz nima ish qilasiz kam?
Kasbim oshpaz. Oshpaz. Yer shari mehmonxonasi. Shanxay yer shari Zincirsimon oshxona. Zincirsimon oshxona. Bağammi. Degandingiz. Yama o'xshaydi uning tamoqi. Ali oyajanib ketmem. Men bağan deb. Paydi tursiz deyman. Men bağan sen bamtan. Yo'q. O'qigan kasbingiz shu? O'qigan kasbim shu. To'liq o'tirdik kasbim shu. Hozir uningdan o'rlab hozir ish kirdi. 3 yil o'qidim. Shundan falan shu endi. Uningdan shu oshpazlik. Kasbiy to'liq o'tirdik qantin shundami oshpazlikda? Kasbiy to'liq o'tirdik kasbim shu. Shindong fan pingren shu yerda o'qidingizmi? U yerga berib, u yerdan 3 yil o'qidim. Ana u yerdan yinib praktikaga Shanxayga chiqdim. U Shindong fan pingren shu yerda degan xil dangliq-ku. Oshpazlik maktabida 6 yil o'qidingmi? Oshpazlik. Oshpazlikda 6 yil. Qanday bir tarafdan o'rgandim, bir tarafdan o'qidim. Mesela qanday nima o'rgandingiz 6 yil? Ya to'g'ri, men bu Alining nazarida yoki erlarning nazarida tomoq etish degan shu tomoq etish 6 yil o'rgangan ishmi deb o'ylashim mumkin. Men o'tganda mana yeching bo'ldi bilsa, hayotimda men chumuch tutib boqmagan. Men itib, hamma tomoq etib, mantiq kelganda to'xtab qoldim hamda. 45 kunda. Sen 6 yil nimaga endi oshpazlik degan bilan uning turi necha xilda endi sey qo'rish yoki ximir tomoqlar ayrim bir o'rganimiz, uning sey qo'rishni bir ayrim o'rganimiz, uning mana taxsillarni bizlashni ayrim o'rganimiz, oshxona boshqarish deymiz, uning oziqlik miqdori deymiz. Uning degan nurg'un taraflari bor-da uni. Endi ba'zilar cho'qim bir sey qo'rib o'tadi, ba'zilar yoki ximir tomoqlar masalan lag'man so'man bilan o'tadi, ba'zilar taxsil bizlash bilan o'tadi, ba'zi oshpazlar oshxona boshqardi. Siz qaysi Hamda ham tarafdan bir qadar tarbiyalandim men. Universal tarbiyalanishingizda o'zimning shu orzuyim shu endi. Iliq bir nima o'g'in to'xta qolmay deb. Qanday bo'lib bu oshpazlik qiziq qoldim? Hamda oshpazlikka qiziqishimning hamda sababi meniki uydagilarning bir juqumlar. Hamda meniki opam ham bizning uyda 5 bola, 6 bola, bir ocham u cho'nglar yorib ketganda biz 5 o'g'il. 5 o'g'il bo'lgandan keyin hammamiz o'g'il bo'lgandan keyin opam shunda tomoq etishlar shunda bir qiynalib ketadi ba'zida. Tomoq etgan joyda u jihatni so'maydi, biz o'g'illarga. U yerda cho'ng oldin tayyorlik qildi uningga, ba'zi ulg'amay qoldi. O'sha chog'larda men shu to'liq sizni o'qib vaqtimda men berib oldim o'sha yiniga. Men qilish berma deb. Undan keyin bir-bir qilayotgandan keyin qo'lim kelgandan keyin boshqa ish qilolmaydi, uni tomoq etganda sen menga opam yordamlash deb meni ayaga yordam qilib edi. Men undan keyin tasishni qo'yib tomoq etmak oson bo'lgan, opam meni o'tib olmanda. Uni bilan to'liq sizni bitgan bo'ldik. Shuna qilib xili opamga bir yordam qila oladigan deb deb bir men qila oladigan ishlarni ba'zi qila olgudek bo'ldim. To'liq sizni bitirdim, to'liq o'tirib chiqqan chog'da endi men o'ylab bir oshpaz bo'lib baqsam qanday bo'laman endi uyda majbur qo'lim kelgandan keyin aniki men ekranlarda ko'ratdimda men o't chiqarib sey qo'rg'onlarni ko'rsam yomon vas qildim. Daha sana noch kunib ketdi-da. To'liq o'tirib chiqqan vaqtimda endi men oshpazlikni tanladim yerda. Tanlab bir yilcha nazariya o'rgangan bo'ldik. Amaliyotni chiqqanda maktabda o'tibdi, lekin bek ko'p emas edi. Ondan keyin men amaliyot o'rniga chirpadi oshxonalar, restoranlarga. Shu yerdan aşağıdan tanrıanlıktan başlayıp etken bulduk onu. Tanrıanlık deb qo'ydim, zag'irtiliq, mulozimatchilik. To'liq sizda başladım endi amaliyot o'rganishni. Shu yerda endi bir shunday jafoliq o'rganib ketdik, ondan keyin to'liq siz bitadiganga oz qolgan chog'da odatda 2 yil praktik qildim-da, 2 yil praktik qilganda endi shunda bek terishib yurgandim men shu jarayonda. Endi ma'laqi cho'ng choyxonaga kirib yurgandim o jarayonda. Aşağıda ustamlar bilan paranışımızda ustamlar 3000 euro aldılar ustamdan bu yerda. O'xshash qo'ydi. 6000 euro aldılar ba. Aşılar bilan paranış jarayonida ham aşılar nurg'un depadida meniki o'rganish jarayonimda falan ish kirib berib paraniyat o'qigan. Yoki falan ustamdan qo'shida yoki judiyanlarda shu yerda bir turib men bir mazgil o'rgangan ondan keyin kelib manchilik bo'ldi, yandaq manda qilib sarguzashtni men anglagandan keyin menga ta'sir qildi. Nimish ma ustam 3000 euro oldi, ustam 6000 euro oldi. Bu yer oraliqdagi farq nima deganda ustam meniki elchilik qilganda bir ishni u yerda tavirmagan bir ishxonadan chiqmaylar. Kunlik yillik bir xil seni qo'rib yoki unday bilim oshirib anda qilmagan. Ondan men u yerda ham ta'sir qildi-da. Bir o'rganib yetibdimi? Hozir yeshimga kichikka to'xtab men bir mushtarak bir ustamlar bo'lsam bo'la olaman dema deb iliq uduqishlar bo'ldi o jarayonda. Ondan keyin men bir to'liq o'tirning yindik bir ishxonada men tayyorlag'ich bo'ldim u chog'da. Ancha-munchalik oddiy şeylarni bir qo'rayoldim. Ishlatib shu to'liq o'tirdim bir tantarbiya o'qituvchi. Ahad Ahmed deb bir o'qituvchi
kirib kun tamoq yeydi. Bir kun bir darsda araliqida kirib qichadi meni. Yosh kelsa, o'rgansan qanchalik bo'lib ketasa, shunda yaxshi o'rganalaysan. Nish qo'rqib baqmiding dedim. Nim sharoit bormi hozir top maktab bitiray dedim ma'lumam deydi. Desem bazanga, sen o'qiymanlar desam maktab hozir partiya hukumatimiz shunda o'qiydiganlar bo'lsa, yo'llar o'choq yeshil chiroq. Sen o'qiymanlar desam o'qiy olaysan dedi. Qanday o'qiymiz ma'lum desam, shu yerda tepa deyman, mana qilsa, manchayning mancha tizimlash to'xtaydi, sen o'sha orliqda qag'izdan to'shtirib sen oliy maktab imtihon sinib vaqt dedi. Muallimi oshxonada seyg'ori chiqib imtihon bersan, nega o'tmayman? Sen ya berib baqmamsa dedi ya dedim. Uydagilarim demedim deme. Desem hem de uydagilar hem de belki qo'shilmaydi. 3000 koy onda ishlayapti. Sen nega borsa yana bilim oshirib deb anaqa deb. Men oshxona ishlayaptim, o ma'lum andin. Sen buni bishga oltamasan deb 3-yillikniki materialni chirib berdim ama. Anaki mangami barbara o'tol. Sen oliy maktab o'ylab oliy maktab o'qisan, sen endi manchash kiribsa, 4 yil o'qisan manchash kirsa, ishing yana kichik yana o'rgansan, sen cho'qim yaxshi bir oshpaz bo'lasan dedi. Endi imtihonda unda bak natija unda bak fayqulodda yaxshi emas, lekin men o'ylaganimdan xili yaxshi chiqibdi ekan. Muallim shuna qo'shib ketdi, arzu to'ldirib baq. Agar sen qilib baqmish, terish baqsan cho'qim bir yerdan natija chiqdi. Sen bu oshxonada o'tirib sevim qurib etsang, o'tirsam 5-6 yil kimda. Ashtaq bir rahmatlarni berib ondan keyin arzuyim qilmamdan oshpazlik maktablarini to'llagan bo'ldim. Shundan keyin shino fanga o'qishmay ketdik. Shunda ila hamma ashmolim yana vishnimda bor. Davomliq nima ish qilsa, qanday ishlarni yaxshimi, qanday nima ish qilishni o'rgatsa deb maslahatlarni oilam ko'rsatdi ashmolim. Ismi nima muallimni? Ahad Ahmed, tantarbiya o'qituvchisi edi. Ahad Ahmed muallimga bir hurmat bildirgim kelyapti. Muallim o'zining maktabdagi o'quvchilariga emas, jamiyatga sizga o'xshash bolalarga haqiqiy muallimlik muhabbati bilan, mas'uliyat tuyg'usi bilan muomala qilibdi. Sizga yo'l ko'rsatibdi. Shunga shundaq suyimli ustozlarga hurmat bildiramiz, salomimizni yo'llaymiz. Maktab borgandan keyin o'zingiz o'rgangan aşpazlik bilimlerining asli to'limi keng doirlik bilim ekanligini his qildingizmi? Şey berib his qildim. Hammani o'ldim o'tdi. Amaliyot darslarning nazariyani hammani cho'qim o'ldim. Lekin bolaning ham ishga ketishib ketaldim men, hamda asos bo'lgandan keyin. Lekin mening o'lchamsiz ekanda, u yerda o'qituvchilarimda ketdi bo'lsa, qanday o'rgangan tam. Men usta 2 yil bo'ldi men desam, "Ma'lumot bunda qo'rsam olmay." Demak, maktabdan keyin de ashuna bo'lgan nima talabimiz yuqorida. Harakating cho'nkanda, bundoq ketganda. Keyin endi shu maktab berib men his qildimda, endi o'zimning o'rganganlari ayni vaqtdagi endi o'rganganlarim endi bo'ladi, lekin o'lchamsiz deymizmi? İbtidoiy. Bundan boshqa yetarsiz kamchiliklar bor. Shayg berib andan o'rgandim, turlarini shayg berib uqdim men. Boshqarish, ozuqlik, ondan keyin material kontrol qilish, oshxona boshqarish, taqsim bezash, osh jarayonlarini men osh maktab berib andan manda bo'ldi-ki aslida deb o'zimni andan men endi haqiqiy endi oshpaz bo'ldiga o'xshayman deb shayg shu maktab borgan chig'imda men orzumdek maktabim shu edi. Men osh maktab bir bora olsam deb ashta o'ylaydim, berib maktabga bir kirgan chig'imda hammasi axlatlarni kiyib yuriydi-ki. Shu bolalarni ko'rib shu chog'da hayojinim ham ko'zimdan yosh chiqayotgan shu maktab berib shu chog'da osh muallimga bir rahmatimni aytib shu maktab berib ham o'zimning bir kichik orzusini amalga oshirdi-da shu jarayonda. Andan keyin shu yerda o'qishni boshlab ketdik. Hammani shu boshdan boshladik yana. Tirishib o'qidingiz shundami? 2 oy bo'ldi men ustamlarning keyin yordamchi etdim. Hozir ham sey qo'ydi qo'yadi. O'shada sey qo'yib qilyaptim. Ustamlarning keyin yordamchi bo'lish degan xili cho'ng o'rin. U cho'qim sey to'g'rashni tamomlab Elik nurgun 1-2 yil o'tib ketdi ashunday. Tamomlab bo'lgandan keyin andan ustamdan keyin chiqdi. Ustam sey qo'ratgan yerib charchab qolganda ancha-muncha qo'raydi, lekin bek chiqqandan keyin rasmiy o'choq qo'shiq chiqqan chog'da u hamda o'choq muqim bo'lib ketdi. Ayliq egiz do'ppi. Egiz do'ppilan kiyib hamda. Mana mukofot. Avo 2019 Lanjoda bir musobaqa qatnashgan. Bunda men o'yimchilik bo'yicha aşpazlik o'yimchilik turi yana. O'yimchilik? Masalan. Sal turib men o'yman. Savzlar. Anan o'yimchilik turi bilan sey qo'yish turi bo'yicha musobaqa bo'yicha xijinjang mukofotiga erishdim. Xijinjang. Olaydi mukofotga uy. Bunda yaxshi macho. Ma'u maktabdiki. Manandimi 3-chi bo'lgan manada. Manandimi bu maktabning o'zini o'rlashtirgan musobaqasi. Butun mamlakatning har qaysi yerdan bordim. Mana ardingcha yaxshi o'qibsizmi, ukamajab suyunib ketdim. Agar naq maydonda ashu
qurishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, materiallar bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi uyib bera olamsiz? Uyib beradi. Bizning bolta yoqilami chirakishlarni? Qavdim bizekasi bo'ldi. Ashtaman. Bo'ldi. Ko'rib baqaylikmi ko'pchilik? Ha, so'raylik ya. Nima tayyorlab bersinlar? Nima material tayyorlab bersin? Tavuz, lobo. Tavuz, lobo. Ha. Azroq saqlasak balla tayyor qildim. Bir tayyorlik qilib olaymi mana? Ha, ma'qul. O, resmi sen ustur tağa qilni oldi qil. Ko'rmaliganda bir oddiy vaqtni tejash uchun hamda bir oddiyroq bo'lgan bir tavuz o'yimchiligi hamda tayyorlikmi qilmaganda men tuyuqsizlanishlar bo'lib qoldi. Mana bir qasonlarga bir o'yab nima qilsam, ko'rmadi ko'rib baqsa. Tavuz. Sirkol bilan qilayotgan ishlar. Ha, o tekshirish uchun Yumaloq qilmoqchida uni. Sirkol deganni tavsiyasin bo'ldi-ku. Shundaymi? Men bu fikrning vujudidagi tirishchanlikdan suyundim. Lekin men bakrak xo'sh qilayotgani bu fikrningki o'zi yaxshi ko'rgan ishni qila olganligi. Meni oshpazlikni bek yaxshi ko'rgan emasmi? Meni suyundigini shu bola hamda oshpaz degan bir ufqimni Alloh aytganda bir yuqori bir kasbiy oltini bizga yuritib berdi. Alloh aytganda bundan keyingi nurg'un oshpazligiga bir ilhom bo'ladi, o'zidan mamnun bo'lish, iftixor bo'lish, to'xtamay o'zining bilimlarini yuqoritishga mush bolamda bir o'rnak bo'ldi-da. To'g'ri. Garchi bu bola oshpazlikning eng yuqori pallasini yaratmagan bo'lsa-mu, eng yuqori pallas baliqini ko'rsatib qo'ydi deyilmagancha bu. Ya söygan ishingni qil, ya qilayotgan ishingni so'y degan gap bor. Hozir bu inim hem söygen işini qilib yetibdi, hem qilayotgan ishni suyib yetibdi. Baxtlikka. Qo'lning chaqaligi. Her bir kasbning, her bir hunarning amaliyotda mushundaq yükseklikka qarab mangan güzel altı bulduk ya. Yuqori saviyasi bulduk ya. Hazır biz aşpazlikni Ali degan o'xshash Olimjonning aşpazlikni eng yuqori saviyaga qarab o'g'inish tarafdori bo'layotganligi va buni ko'pchilikka tushuntirib aytib bermoqchi bo'lganligidan suyunyapmiz. Men hozir qarayapman, nima degan abjil qo'l bu deb. Men bitdim mana. Uy? Mana ko'rmanda. Uy. Naqlavkom ko'rib baqay. Yey. Ini ko'raldinglarmi? Naqlavkom sen nima ishni qildingmi? Bek chiroyli. Moya qarab apparatga qarab ko'rsatib qo'yilchi ko'rurmanlar. Ekran oldidagi televizor ko'rchilarni ko'rib baqsin. Hadi yana yaptı. Navada mushundaq bir taxsis say qancha pullar bo'ldi unda? Bu nemde? Ali aşxanalarda. Ilıqçıq aşxanalarda bunu bizlik işletimizde Yemeydi o. İstimal kısım buldu bunu. Bu fakizde bu bırakıp bunu şu nimelam işletimizde. Nerede yedi bunu? Bundan kesibit pişirik tavsiye etti ama hem de yeni bir neyse var ben bir uyap besem. Mavi. Lobo. Lobo. Mavi işçi kızıl. Bunun da bir etürgül uyumuzda hem de. Mağı qılıqan sal bulduğandek mi? Tavuz kallamdı ötmedi. Tavuz ne liye bitimiz? Tavuz tarzı bu bunda koyup koyuz bir iş. Ha? Yemiz hem de tarzı. Mağı lobon etürgül kıysa. Mağı mürekkepke mağı. Birdemde munda yüreklerini çıkarıp etkeniga shunday hayron qoldim. Rost degandek heykeltarashga degandek. Hadi mağı bala.
Bu sizin öğrengenlerinizin bir kısmı xalas. Mava endi qo'shimcha maktabda bor. Bu kasb bor, lekin men o'zim ashada berishdan burun qiziqdim bunga. Borgandan keyin mushunga vaqt chiqarib vaqtning orliqini o'rgangan narsalar. Vaqtning orliqini darsdan sirt vaqtlarda hamda yotoqlarda o'zimiz mashq qilib degandek. Mundaq qildikanda aslida gulni Bana qarang, atirgul qo'qishdi ma'raf. Ma'raf. Voy, canım fikam rahmat. So'qlaydi. Yeyib etmoqchi. Eli. Ali malimga. Rahmat fikam. Malgulni cho'qim yaxshi saqlab qo'yma. Suvchilab qo'ymasa suvchab qoldi. Men bu ma'ni cho'qim yaxshi yeyman. Ko'pchilik bilan birga yeydi o'ylay turib. Ma'qul, rahmat ko'pchilik. Rahmat fikam, yunlaringizni pek suyundik. Fikam unda olsa, siz ham orzuyingizni anglab boqaylikmi? Mening orzuyim bo'lsa, endi men shu kasb arzuyim bo'lsa, endi men shu kasbni o'rganibdim men ham demaslikka. Tariximda bek uzun bo'lmasa men bek bir elikki favqulodda mandaq bo'lib ketmasammi? O'rganib ham dem elikki mushtar bir o'tirada hamda. Davanda hozirmi? Davanda. Yo'lda menyapman. Yana o'rganyapman-da, davomli ham terish peshqadam ustozlardan yana ustoz tutib, yana davomli o'rganyapman o'rgatish yo'lda. O'zimning ham de mush o'rganganlarimni-da hamda oz bo'lsin-chi hamda mush o'rganganlarimni mayli o'yinchilik bo'lsin, bayon qildik. Mayli sayqorishlar bo'lsin yoki boshqa boshqa turlar bo'lsin. O'rganganlarimni hamda menmi bir ashuna ayni vaqtda menga o'xshash, o'rgangusi bor. Ashuna maktablar bor, ashuna ustamlarni o'rgangusi bor, tarbiyalangusi bor. Lekin ma'lum bir sabab yoki ma'lum bir ishlar tufaylidan, sharoit yor bermagan bo'lsin, nurg'un ishlar tufaylidan baramay qolgan, ayni vaqtda menga o'xshash nima ish qilishni bilmagan. Ashtoq mush kasbni yaxshi ko'radigan, oshpazlik qiziqadigan. Ashtoq bolalarni ham deyman bir kuchimdan yetishcha bir ashlarga bir o'zimning mush bilganimni, bilmaganimni boshqalardan o'rganib yoki boshqalarni taklif qilib, ash jihatda bir ashlarga bir o'rgatgim bor deb. Ashlarning bir shu orzusini bo'lsa-mu, bir ozgina bir ashlarga bir rol o'ynay olsam asharlikda. Demek o'zingizning o'rganganlarini mandil qapqanmisiz? Men buni texnik kishilarga o'rgatay demoqchi. Onun siz o'zingizning shu orzuyingiz dastlabda bıxlangan vaqtdagi hissiyotingizni aslab turib, sizga o'xshash arzusi bor bolalarga ko'riklik rol o'ynab, Shanxayga berib o'qiyamizmi? Men o'rganganimni Shanxaydan akagan bilimimni shularga mushayada turib yetkazib bersam demoqchi. Tarbiyalash sinflarini ichib, to'rda tarbiyalab, shunaqmi tarbiyalash kurslarini. Maktab xarakterlik maktab bo'lsa-mu? Ochqandan keyin cho'qim amaliyot kelib o'rganiladi, ular sistemalik o'rganadi bunda o'rgansa. Ayni vaqtda menlikqa restoranlarga kelib o'rgangan chaqda o ameliyat qo'yam deb restoranlarga kirib o'rganimiz, ustamdan keyin qarab o'rganimiz. Hamda sistemalik tarbiyalashlar yoki nazariyaviy bilimlar misol kemchil bor bo'lsin, kemchilda hamda osh kemchilliklarni bir to'liqlash oyoq borgandan keyin his qildimda ma'lum kemchilik ma'lum mandaroq bo'lsa, ashuna bir bo'shliqni to'ldira oladigan deb hamda o'zim mashta o'ylab, shuning bilan go'zal hayot programmasiga shu orzu bilan qoldim. Nima degan go'zal orzu. Demak, ashundaq tarbiyalaydigan fursatninki bo'lishini umid qilsiz. Unda bo'lsa, biz akıllaringizning gapini bir anglab boqaylik. Changja guruhi. Alimjon, yaxshi tuding. Yaxshi bo'lmadi. Men o'zim tomoq etishni o'qimasam ham bu oshpazlik degan kasbni bir cheki yo'q san'at deb o'ylayman men. Sen shu san'at bir cheki yo'q kasbni texim yuqori pallada bizga yana bir qism tunib qo'yding. Seni bu programmada ko'rgandan keyin nurg'un sening kaynandin, ya'ni sanangdek oshpazlar chiqishi mumkin. Ha shuningdek bo'lsam deb, nurg'un yoshilning qalbiga sen o't orzu sala olaysa buning bilan. Xudo qilayli bizning Changja guruhi qayrmaqada shunda sahnalar bor. Naq maydon taqti sahnasi. Har xil shu internet sohasida tashviqot guruhi bizniki yaxshi. Sana biz naq maydonda naq maydon taqti suhbatda sana shunda bir sahna hazırlab beraylik. Haqsiz. Anaki yana bir iş var. Sen eğer Şanghay'dan qaytib kelib
Bazı hizmet kılıvatılırken o Şanghay'da. Hizmetini biz kollayımız. Bolsa şu ya taraqqi ketsen biz onu hoş. Eğer küllerinin birden şu mütaraf giyinip gelip çoğunluk bir iş qilib baqay deb o'ylab qalsang. Masalan, oshxona ochaman deb qalsang. Changja Jitandan qarmoqada bir ana guli mehmonxonamiz bor. Bunda cho'ng restoran, undan keyin choyxona bir gavdalashgan bir mehmonsaroy bor. Biz shu mehmonsaroyni shu mamlakatning har qaysi shaharlarga kengaytmoqchi bu yildan boshlab. Bizga sendek usta oshpazdan bir guruh odam lozim. Agar shu to'g'riliq taraqqiy qilay deb qolsang, uddul meni izlasang, u to'g'riliq yaxshi hamkorlashib qolamiz. Alınca yaxşımı fikam. Ben ma sizden ki gibinizden bir narsa men şunda söyündüm. Bolsa siz muşunda royunuz bilen çoğu dese sizden ki şagirdleriniz olgan ya kasıpdaşlarınızga mandaq bir arzunu belkim yakmakçı yaşındaq bir ideyani. Yani mesela aşpazlarga çoğu dese nima ish qilyapti dese men onu suni mayga sayni qitib boshqalarning qo'sqin to'yg'izib atmay deydigan bir ideyadan men boshqalar ham qo'sqin to'yg'iza oladigan ham bir badiiylik qitilgan bir ham ma'naviy bir moddiy uzuq bera oladigan bir asar yaratyapman deydigan bir ideyaga kelolsa mencha bu ashlar o'zimi huzurlanib turib bizning kasbini qila oladi. Endi sizga beradigan taklifim nima desa siz ma'nosini pishiqlash jarayonida yana ozuqshunoslik sağlamlık cihetdeki özünüzden bilimini yani davamlılık ügünüşke bekrak bir zihninizde qartib baksanız ya ki şunu ügünüşte xalısınız diyor dese siz nahayeti bir mükemmel bir aşpaz olup çıkışınız mümkün. Yani bu cihetde diyor dese biz sizge eğer siz xalısınız yardım berishni xalaymiz. Rahmat. Bayatda mal karxan ustazlar şuna yaxshi teklif fikirlarni berdi, andan yaxshi imtiyozlarni berdi. Anda bizning qilib kerak bo'lsa biz tashviqotingizni qilib bersak, siz kerak qanday tashviqot bo'lsa biz shunda bo'yicha tashviqotingizni qilib sizni taqdim tunusaq. Rahmat. Hozir o'rganganlarimiz asosida yana texmi ko'p xoslikni, ijodiyatni tang atpasangiz balkim boya aqllaringiz deganga o'xshash biz hozir o'ylagandimi bekrak natijalarga erishishingiz mumkin fikrimizni qutlaymiz. Programmamızın xas namını alğan Changja guruhiga, programmamizni alayda qo'llagan Xinjiang Shulobao şirketiga, programmamizni alayda talab qilgan E'tibor To'r So'li shaharchisiga, programmamizni alayda tavsiya qilgan Bug'da guruhi va Xinjiang Arqovul yemak-ichmak zavodiga alayda rahmat aytamiz. Eng oxirida shu meni hozirgacha qo'llab kelayotgan partiya hukumatga ota-onamga, urug' tuqqanlarimga, akalarimga chin ko'nglimdan rahmatini bildirman. Barmag'aylar rahmat sizlarga. Xo'sh, Ali efendim. Xeyli bir mezgil jim o'tdingiz. Deydigan gaplaringiz bor-yo'qmi ichingizda? Endi mushu bala orqali men mushu kishilarga endi tashviq qilish tegishlik nima ruh bor ekan bu bolalar desa, o'zi yaxshi ko'radigan ishni qilish jarayonida qiyinchilik yo'liqsa, voz kechmay uni yig'lab turib bo'lsa-mu hal qilishdan iborat bir ruhni bildik. Shu jarayonda davomliq sen shu qizg'inligingni yo'qotmay, qiyinchilik bo'lsa bir amal qilib yengish ro'ying meningcha nurg'un ko'rmanlarga hamda tavsiya qilishga arziydi deb qarayman. Rahmat ma'lum, rahmat. Cho'qim terishman go. Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz. Sap oshliq va organik mahsulotlarning javhirini o'zimizning irodamiz bilan yug'urgan Gayning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi yuqori fan texnika bilan shikir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida borliq kelgan hamda Changja guruhidagilarning yuksak tirishchanlik asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchisiga erishgicha bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Gayning u tush emas. Sağlamlıqqa intilgüchilarga qilgan eng yaxshi sovg'imizdir. Gayning kollejligi kollagenlik peptidi. Barliq Talla bazar ichiyotganlar xush xabar. E'tibor To'r shaharchimiz har qaysi noya shahar ultraq rayoni oldi.
va yizkentlarda talla bozor ichayotgan har bir do'kon xo'jayiniga 20 ming yuanlik mahsulotni butunlay haqsiz sovg'at qiladi. Fursat g'animat, sizdan aloqalashing. Natija qozonish bek muhim, ammo kayfiyat uningdan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning kaliyiligi, qo'llaylik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga agashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim gayning bilan boshlandi. Gayning kaliyiligi, qo'llaylik peptidi. Bizning bir maxfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda. Bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'idek va arzigidek bo'lishi uchun gayning kaliyiligi, qo'llaylik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladi. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harakati chaqqan bo'lsin. Har doim yenidan ayirmasin. Bu maxfiyatli gayning kaliyiligi, qo'llaylik peptid. Gayni eng yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson, ham qulaylik, hammaga bop. Baysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz baysuy bilan ruhlansin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin, chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan baysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam baysuy muskul peptid. Changja guruhi mashinsozlar öymülük, qurilish binokorlik, oliy mehmonsaroy ichish, sayohat rayoni ichish, yemak-ichmak ishlab chiqarish qatorliq 5 cho'ng tur bo'yicha taraqqiy qilgan guruh bo'lib, Go'zal hayot programmasi orqali salimini yo'lladi. Changja guruhi mahirlarga omad tilaydi. Go'zal hayot. Qadrli ko'rman do'stlar, hayot to'limi go'zal. Hayotimizni rangdor qiladigan xurishlar nayt ko'p. Hayotimiz erishmoqchi bo'lganlarimizga qarab to'xtovsiz ilgirlash, tirishchanlik ko'zitish bilan go'zal. Hayotimiz voz kechmaslik bilan go'zal. Bilan go'zal. Hayotimiz ham erishganlarimizdan atrofimizdagilar bilan tang bahrlanish bilan texmi go'zal. Sizlar qisam ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Yolg'iz qushtaji qanot, tamcha suvda ming hayot. Yolg'iz qushtaji qanot, tamcha suvda ming hayot. Har bir odam bir dunyo, armeni bor behisab. Har bir odam bir dunyo, armeni bor behisab.